Bugungi kunda Shahrisabz davlat pedagogika institutida 9469 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularning 84%ni xotin-qizlar tashkil qiladi. Ushbu qizlarning 7646 nafari bakalavriat ta'lim bosqichida, 306 nafari magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Bunday yuksak faollik xotin-qizlarga yaratilgan sharoitlar samarasidir. Institutimiz rahbariyati xotin-qizlarning ta'lim olishi hamda ularning ilmiy faoliyatini davom ettirishi uchun barcha qulayliklarni yaratgan. Ayniqsa institutimizda yosh bolali talabalarning uzluksiz ta'lim olishi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ular uchun 3 ta ona va bola xonasi mavjud bo'lib, ushbu xonalar barcha sharoitlar bilan ta'minlangan. Bunday imkoniyatlar talaba qizlarimizning o'zlariga bo'lgan ishonchini orttirish, ularning ta'lim olish jarayonlarini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan hisoblanadi. Zero o'qimishli qizlar yuksak kelajak poydevoridir. Men Shahrisabz davlat pedagogika institutining o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasiman. Men yosh onaman. Ilm olish, orzularim sari intilish orzusi yuragimda alangalanib turgan vaqtda dunyoga farzandim keldi. Avvaliga endi o'qishni davom ettira olamanmi degan savollar, shubhalar bo'lgan. Ammo bugungi yangi O'zbekiston sharoitida bu savollarni hayot o'zining javobi bilan yo'qqa chiqardi. Prezidentimiz tomonidan ayollarga, ayniqsa oilali va onalik mas'uliyatini zimmasiga olgan talabalarga yaratilayotgan imkoniyatlar bizga qanot bag'ishlaydi. Institutimizda faoliyat yuritayotgan ona va bola xonasi menga nafaqat qulaylik, balki orzularimni davom ettirishga umid berdi. Bu yerda men darslar orasida farzandim bilan bo'lishim, unga g'amxo'rlik qilishim, shu bilan birga ta'lim olishim mumkin. Bugun men ilm va onalik bilan bir qalbda uyg'unlashtira olayotgan talabaman. Chunki bugun ayollar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar bu faqat sharoit emas, bu ishonch, e'tibor va kelajak sari ochilgan eshikdir. Institutimizda nafaqat bilim, balki hayot uchun zarur qadriyatlar, e'tibor va mehr mavjud. Ustozlarimizning qo'llab-quvvatlashi, rahbariyatning g'amxo'rligi, jamiyatdagi ayollarga bo'lgan hurmat, bularning barchasi bizni kuchliroq, ishonchliroq qilmoqda. Shuning uchun men bugun faxr bilan aytaman: men talabaman, men onaman, men yangi O'zbekiston ayoliman.